Assalomu alaykum va rahmatulloh barcha arab tili ixlosmandlariga. Sizlar bilan bugun ham o'quvchimiz, ham arab tili ixlosmandlaridan bo'lgan Mahmudbek bilan qisqacha tanishamiz. Dars jarayonlari bo'yicha va o'tilgan dars jarayonlaridan nimalardan ega bo'ldilar, nimalar istifoda oldilar, o'shalar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi bo'lib o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Men 6-sinf o'quvchisiman. Yangiyo'l shahrida. Ismim Mahmudbek. Arab tilini o'rganishga nima sabab bo'ldi sizga? Qiziqish. Men arablar bilan katta bo'lsam, bemalol o'z tilida gaplashish va ular bilan katta ishlarda ishlash. Yaxshi. Shu o'rganish jarayoningizda 4-5 oylik arab tili o'qish jarayoningizda ushbu o'sha Alif o'quv markazi, ta'lim markazida arab tilini o'rganish davomida eng qiyin va eng oson bo'lgan jihatlar qaysi bo'ldi? Mikrofonga yaqin gapiraverasiz. Qiyin jihatlardan qoidalar menga juda qiynaldi. Osonlardan kitoblarni, o'sha harflarni tez o'rganishim oson bo'ldi. Yaxshi. Ya'ni qoidalarda ozgina qiyinchilik bo'ldi, to'g'rimi? Asosiy bo'lgan narsa yodlashlik qiyinchiligimi yoki boshqa narsadami? Yodlashlikda qiyinchilik bo'ldi. Til o'rganishda siz uchun eng samarali usul qaysi deb o'ylaysiz? Misol uchun o'rganishda o'sha o'qish jarayonida o'zingizni hozir qisqacha aytib o'tsam, tasavvur qiling, o'quvchilar kelishdi, endi harfdan boshlashdi. Shunda nima tavsiyalaringiz berasiz ularga? Tavsiyalar odam o'zini qiziqishini bildirish kerak odam boshqa odamlarga. Keyin odamda intilish bo'ladi hammada. Masalan, menda ham intilish bo'ldi. Mana harflarni oson o'rganib ketdim. O'sha mana arab tilidan xohlagan kitoblarni bemalol o'qiy olaman. Yaxshi. Bunga ishonamiz va buni tekshirish uchun dars suhbatimizning oxirida bu narsalarni ko'rishimiz mumkin, xudo xolasa. Endi natijalarga kelsak, qanday darajalardasiz hozir? Ya'ni istagan kitobni o'qiy olasiz, to'g'rimi? Bu degani o'zi aslida markazlarda Qur'oni Karimdan dars o'tilmaydi, o'quv markazlarda, lekin uyda o'qishingiz imkoniyatingiz bor. Shunda uyda o'qiy olyapsizmi? Kitoblarni o'qiy olyapsiz? Qiyinchilik bo'lmayaptimi? Yo'q. Yo'q, yaxshi. Demak, qisqa qilib aytganda, agar arab tilini ravon o'qishni o'rgangan inson xotirjam nafaqat Qur'oni Karim, balki istagan arab tilidagi kitoblarni o'qiy olishadi. Albatta, endi uni tushunishingiz uchun so'z yodlashlik, til o'rganishlik zarurat bo'ladi, lekin 3-4 oy ichida yoki 4-5 oy ichida harfdan boshlab turib bemalol yoza olishlik yoki o'qiy olishlik bu o'quvchilar uchun katta natija hisoblanadi. Endi keyingisi arab tilini bilish sizga qanday imkoniyatlarni ochib berdi? Ya'ni buni natijasi siz kitob o'qishdan tashqari yana nimalardan foydalanyapsiz? Ya'ni bundan keyingi bosqichlarda arab tilini o'rganish yana davom ettirish rejangiz bormi? To'g'rirog'i? Bor. Grammatikani o'rganmoqchiman. Grammatika deganda fonetikani tugatdingiz. Fonetikani tugatganingizdan keyin endi til o'rganish niyatidasiz, rejasidasiz. Yaxshi. Xo'p. Tavsiyalar hali ham arab tilini o'rganayotgan, lekin qiynalayotganlar uchun nima tavsiyalar berasiz? Misol uchun endi boshlagan, lekin o'qiganligi endi 1 oy bo'ldi. Harflarda qiyinchilik bor. Ayniqsa yosh kattalarda shu narsalar kuzatiladi. Shunda nima tavsiyalar berasiz? Kuzatib turib o'qish yoki ustozlarni bo'sh vaqti bo'lsa, kelib turib ular bilan birga o'qish tavsiya beriladi. Tavsiya beriladi. Yaxshi. Xo'p. Kelajakda arab tiliga bog'liq qanday rejalaringiz bor? Ya'ni biroz oldin aytib o'tdingiz, arab tilida gaplashish, arablar bilan undan tashqari yana katta arablar bilan katta tadbirlarga borish, arablar bilan bemalol o'z tilida gaplasha olish va ular bilan yuqorida muloqot qila olish yoki katta bizneslarni qilish. Yaxshi. Xo'p, endi arab tilida o'qish darajangizni tekshirish uchun ba'zi kitoblarni yoningizga qo'ydim. Birinchi bo'lib eng boshlang'ich kitobimiz shu arab tili, arab adabiy tili degan o'sha Grand ta'lim tarafidan chiqqan kitob mavjud. Bu endi harflarga to'xtalib o'tmayman, chunki siz harflarni bemalol o'qiy olasiz. Bularga to'xtalmayman. Jumla ochaman. Bironta misol uchun yengil bo'lgan va oxirgi betlidan bo'lgan kitob mana 83-bet ekan. Balki ko'rayotgandir. Shuni o'qib bersangiz menga qisqacha. Mikrofonni yaqinroq qo'yaverasiz. Xohlasangiz mana bundoq qo'ysangiz ham bo'ladi.
هو مهندس خبير يا لك من غلام صادق يدخل الهواء من خلف الستار هم قوم خائف من خفا سليما ليس لي صادق غيرك بيت بعيد عن مكان العمل. Bo'ladi. Yaxshi. Faqat tashdid tegida bo'ladigan bo'lsa sataroh emas, sitaroh deb o'qiladi. Qolgan joylari hammasi to'g'ri. Endi bu kitobni aynan oxirgi betlardan o'qittirdimki, ishonch hosil bo'lishligi uchun vaqtimiz ham juda ham bemalol emas. Endi arab tilidagi o'sha o'qish nomli kitobdan o'qib bersangiz, xo'p, istagan betni qo'lingizda etasiz, o'sha yerdan o'qib ketaverasiz. Bo'ptimi? 21-dars. Aha, كأن قراد رأى نجرا يشق خشابة وهو ركيب عليه وكان كلما شق منها ذراعا أدخل فيها وتيدا فواقف قراد ينظر إليه وقد أعجبه ذلك ثم إنا نجار ذهاب لبعض حاجاته. Bo'ladi. Yaxshi. O'qishlaringiz yaxshi. Ya'ni boshlang'ich. Endi kitobga tushgan o'quvchi uchun bu a'lo daraja deb o'ylayman. Endi o'zimizda Alif o'quv ta'lim markazi tarafidan tayyorlangan yangi bir kitob bor. U qisqa muddatlarda hozirda jarayonda ketyapti. Ruxsatnomasi, litsenziyasi. Shundan o'sha PDF holatida bo'lgandan qisqacha o'qib bersangiz, istagan betni ochaman. Shundan shu yerdan o'qing. هل ذهبت إلى مدرسة؟ كان الدرس مفيدا جدا قرأت الكتابا جديد جميلا شربت الماء البريد النقي أكلت تفاحات الحلوة اللذيذة. Bo'ladi. Boshqa betni ochaman endi. Hop, bu yerdan boshlang. هذا كتاب مفيد للأطفال الصغار يتعلم الطفل منه أخلاق حسنة تجعل الإنسان محبوبا بين الناس. Davom etavering. يجب على الطفل أن يكون صادقا في كلامه. Yaxshi. Bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 4-5 oy ichida yoshning ahamiyati yo'q. 6-sinfman dedingiz-a? 6-sinflik o'quvchimiz Mahmudbek bemalol istagan kitobdan bir necha kitoblarni o'qitirib ko'rdim, ko'rgan bo'lsangiz, o'qiy oldilar va o'qiy oladilar ham. Istagan inson nafaqat Alif ta'lim markaziga, balkim arab tiliga markazlarga istagan o'zini mahallalariga yaqin bo'lgan joylarga chiqib, arab tilini qunt bilan o'rganishadigan bo'lsa, qisqa muddatda o'zida o'sha bilimga ega bo'ladilar. Tasavvur qiling, siz umuman arab emassiz, arab tilidan bexabarsiz va 3-4 oy ichida u tilni, ya'ni o'zingiz uchun notanish bo'lgan tilda yoza olasiz, notanish bo'lgan tilni ravon kitoblarni o'qiy olasiz, o'qiy oladigan holatga kelasiz albatta. Xo'p, shu yerda tugatamiz suhbatimizni. Mahmudbek, kelib vaqtingizni ayamagingiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.